Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 14-dan 21-may kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 14 va 17-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 14-mayda 13-18 darajalik, 15-dan 21-maygacha 15-20 darajalik, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 14 va 17-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 14-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi. 15-dan 21-maygacha kechasi 19-24 darajalik, kunduzi 32-37 darajalikgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 14-mayda kechasi 12-17 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik bo'ladi. 15-dan 21-maygacha kechasi 17-22 darajalikgacha ko'tariladi. Kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 14-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi. 15-dan 21-maygacha kechasi 19-24 darajalikgacha, kunduzi 32-37 darajalikgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-15-mayda 12-17 darajalik, 16-dan 21-maygacha 15-20 darajalik, kunduzi 14-mayda 28-33 darajalik, 15-dan 21-maygacha 30-35 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgarishi bo'ladi. 14-dan 17-maygacha va 21-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18-dan 20-maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 14-15-mayda 8-13 darajalik, 16-dan 21-maygacha 10-15 darajalik, kunduzi 14-mayda 17-22 darajalik bo'ladi. 15-dan 21-maygacha 22-27 darajalikgacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.